Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli abituriyentlar, ota-onalar. Aziya Consult kompaniyasidan Ulug'bek Urunovman. Navbatdagi podkastimizda bitta juda ham yaxshi yangiligimiz bor. Bugun mana xudo xolasa Koreyani til kursiga navbatdagi vizamiz chiqdi. Juda ham quvonchli bo'ldi. Avvalambor Muhammad Qodir tabriklayman. Viza bilan xudo xolasa yetib borib, bilim olib, xayrli ishlarga sarflang xudo xolasa. Muhammad Qodir o'zingiz haqingizda obunachilarimizni tanishtirsangiz. Men Egamberdiyev Muhammad Qodir, Toshkent viloyati Ohangaron tumanidanman. Yoshim 21da. Judayam zo'r. Aziya Consultga qachon hujjat topshirdingiz va vizangiz qachon chiqdi? Aziya Consult orqali 2024-yil oktyabr oyida viza topshirgandim til kursiga. Mana inshaalloh 2025-yil mart oyida vizam chiqdi. Bugun mana 10-mart. Xudo xolasa. Bitta savolim bor. Nima uchun Muhammad Qodir Koreyaga topshirdingiz? Mana Germaniyaga emas, Latviyaga emas, yo bir Polshaga emas, nimaga Koreya? O'qish tizimi yaxshiroq. O'sha o'qishni bitirib, o'zimga shaxsiy biznesimni ochmoqchiman. Yoshlarga ish o'rni bilan ta'minlamoqchiman. Yoshlarni ish o'rni bilan ta'minlamoqchiman. Zo'r, juda ham zo'r. Juda ham zo'r. Qarang, sizda men til kursiga topshiryapsiz, topigingiz bormi yo aylisiz bormi yoki yo'qmi? Topik birim bor. Endi Koreyaga borib, bundan katta natijaga erishish niyatim ham bor. Demak, muhtaram do'stlar, til kursiga asli topik shart emas, lekin topik 1 bo'lsa bu zo'r, chunki sababi borganingizdan keyin ham faqat hayot o'qishdan iborat emas, ko'chada yurasiz, sayohatga chiqasiz, baribir suhbatlashishni bilib borishingizni tavsiya qilamiz biz do'stlar. Necha pul xarajat ketdi? 5000 atrofida rasxod qilganman. Konsalting xizmatiga, o'qish to'lovi va viza to'loviga xarajat qilganman. Asosiylari shu. Bank shot ham qo'yganmisiz? Bank shot 3 oyga $8000 qo'yganman. 3 oyga qo'ydingiz. Demak, hozir bugun 10-mart 2025-yil bo'lsa, oldingizmi pulni yo turibmi hali? Oldim. Oldingizmi? Demak, 3 oyga qo'yildi. Bu degani yanvarda qo'ydingizmi? Yanvar, fevral, martga bo'ldi. 3 oyga ham bormayapti. Demak, viza chiqish etaplarida bo'lar ekan. $8000 qo'yilgan. Demak, 8000 qo'yib yechib oldingiz va $5000 xarajat qildingiz. Endi sizga xarajat qolyapti, samolyotga bilet olishingiz kerak va borganingizdan keyin masalan yeb-ichlaringizga xarajat qolyapti. Qolgani endi haqda borganingizdan keyin o'qishdan tashqari vaqtingiz bo'lsa ishlab, masalan, xarajatlarimizni to'laymiz. O'zingiz qoplab olsangiz bo'ladi demak. Koreyaga borishdan maqsad boya aytishiga biznes qilmoqchiman aka, boya suhbatlashganimizda xalqimizni, vatanimizni ish bilan ta'minlayman. Xudo xolasa, vatanimga foydam tegadi, tegish kerak deb maqsadda boryapman deb aytdingiz boya suhbatimizda. Birorta biznes yo'nalishi tanladingizmi yoki yerga borib oxirgi so'nggi texnologiyani ko'rib tanlash niyatmi? Yo'qqa borib texnikalar bilan tanishib. Eng oxirlardan. Eng oxirida. Nima yo'nalishda o'qimoqchisiz o'zi? Mana foundationdan keyin moliyami, biznesmi, nima? Biznes asosan. Biznesda o'qimoqsiz, xudo xolasa. Juda ham zo'r. Ota-onalar, uy, mahalla-ko'y hamma xursand mana ertadan ketasiz Koreyaga. Ha, kechani o'zida hamma xursand bo'lgan. Alloh rozi bo'lsin. Hamma xursanding. Sizlardan ham Alloh rozi bo'lsin. Rahmat kattagon. Bizni kuzatib turgan abituriyentlarga o'qishga kiraymikan, topshiraymikan, Aziya Consult bilan ketaymikan deb turgan obunachilarimizga nima maslahatingiz bor? Mana realni viza olib turgan mijozimiz sifatida mana Koreyaga til kursiga O'ylanish, o'tirishda hojati yo'q. Tavakkal qilish kerak, kelish kerak, Aziya Consultga murojaat qilish kerak, ketish kerak. Vizani olish kerak, ketish kerak. Staylovda. Gap yo'q. Muhtaram do'stlar, bizda nafaqat Koreyaga, Malayziya, Kanada, Rossiya va boshqa bir nechta davlatdagi qabullarimiz yil 12 oy ochiq bo'ladi. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Eshigimiz doim ochiq. Aziya Consult orqali hayotingizda yaxshi tarafga o'zgartirishga ozgina bo'lsa ham hissa qo'shsak, bizni eng katta oliy maqsadlarimizdan biri bo'ladi. Bemalol qabul kelinglar, tashrif buyuringlar, qo'shimcha savollarni izohlarda yozib qoldiringlar. Yaxshi ko'ramiz. Aziya Consult
zo'r. Zo'r.